Men Shodmonqulov Yusufjon Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tamomlaganman. Hozirda Akfa Group'da buxgalter lavozimida ishlayman. Yaqinda FBA'da FX kursini Management Accounting tamomladim va 84 ball oldim. Mirazzal Rahmonov guruhida o'qidim. Mirazzal Rahmonovni tanlaganim sababi ancha tajribali va men bir o'qituvchilardan biri hisoblanadi va o'qitish uslublari menga juda yoqadi. Darslarini programmasi ham juda yaxshi, rejali tashkillashtirilgan. SSC dasturi haqida aytadigan bo'lsam, juda foydali dastur bo'ladi biznesda chuqurroq o'rganmoqchi bo'lganlar uchun, chunki har bir qismi biznes qismlariga ajratilgan. Masalan, men o'zim ham iqtisodiyot universitetida o'qiyotgan paytlarimda juda ko'plab tushunmovchiliklar yoki savollar paydo bo'lgan va hozir SSC kursini o'qib, o'sha ko'plab savollarimga javob oldim. O'quv markazi haqida aytadigan bo'lsam, o'quv markazida tashkiliy ishlar yaxshi yo'lga qo'yilgan va agar siz SSCga yangi topshirmoqchi bo'lsangiz va bu haqda ma'lumot sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, FBA jamoasiga to'liq ishonsangiz bo'ladi. Men o'zim ham masalan to'lov masalalari yoki tashkiliy masalalarda umuman bilmasam ham, masalan jamoa menga ko'plab yordam berdi va bu sizga ancha qulaylik tug'diradi. Siz faqat imtihon haqida qayg'urasiz. Kelgusi rejalarim haqida aytadigan bo'lsam, FBA'da o'qishimni davom ettirmoqchiman va qolgan paperlarni ham olib member bo'lmoqchiman. Barcha natijalari uchun FBA jamoasiga va o'qituvchim Mirazzal Rahmonovga katta rahmat aytaman.